Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 27-mart 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 8 so'm 26 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.179 so'm 87 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.217.987 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.4% ga oshdi. Yevro 37 so'm 92 tiyinga tushdi. 1 yevro 14.079 so'm 93 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.407.993 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 1.6% ga tushdi. Rossiya rubli 1 so'm 28 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 148 so'm 52 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 148.520 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 6.3% ga tushdi. Xitoy yuani 46 tiyinga tushdi. 1 Xitoy yuani 1763 so'm 46 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.763.460 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0.2% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 76 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 82 Rossiya rubli 1 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 8200 Rossiya rubli 83 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 7.1% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.